Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi xonadonimizga kelganmiz. Bu xonadonimizni 6 oy oldin qilib bergandik. Remont ishlari yakunlangan ekan. Ko'chib kirishdan oldin servis ishlarini qilib bergandik. Xizmatlar bo'yicha bemalol aloqa chiqaringlar. Sog'chon xizmatlar. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiydan ko'p telefon qilishadi. Hech qanaqa dastavkamiz pulli emas, besplatniy. Zavod tomonidan qilib beriladi. Borib o'lchash, xizmat ko'rsatish. Xo'p, tashqi tomoni bu xonadonimizga asosan qilib bergan ishlarimiz romlarni ham, eshiklarni ham termoprofildan qo'yib berganmiz. Kichkina podval forchkalarimiz bor, ularni plastik profildan qo'yib berganmiz. Termo 65 rangi Luxantrazit oynalari oq oyna bo'lgan. Past qismiga plastikdan forchka qo'yib berganmiz. Ikkita ochilish qismi ochilish qilib berganmiz. Teva qismida servis ishlari ketmoqda. Teva qismiga splashno holati romlar tushgan. 80 ga 220 balandlikda. Ikkitasi ham ochilish splashno holatda, oynalari oq oyna bo'lgan. Mana o'rtada forchkamiz bor. Uni plastik profildan qilib berganmiz. Bu tomonimizda ham o'sha termo romlarimiz, ikkita termo romlarimiz. Oynalar ham shaffof, juda ham yorug'lik o'tkazishi zo'r. Qolaversa, mana qangi Rollstamin darvozani ham qo'yib berganmiz. Darvozamiz razmerlari kilometrga почти 220 2 metr atrofida edi. To'shni razmeri yo'q. Shu darvozamiz $1200 atrofida chiqqan. 1200-1250 dollar atrofida kelib o'rnatib berish hamma narsasi bilan birgalikda. Xonadonimizda garajdan kirganda yon tomonda 4 ta romlarimiz bor. Bular ham barchasi termoprofildan bo'lgan, splashno holatda, 80 ga 220 holatida. Endi bu xonadonimiz bu tomoniga o'sha yangi binoyimiz tushgan. Shu binoyimizni barcha eshik romlarini qo'yib berganmiz. Oldingi eski tipi bu holatda bo'lgan. Xo'p, xonadonimizga kirganimizda to'g'ridagi derazamiz splashno holatda, fasonlari high-tech variantda bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Shuni hisobiga biz asosan razmerdan kelib chiqqan holatda eshik romlarni fasoni, materialini tavsiya qilamiz. Razmer katta bo'lganligi sababli klientimiz splashno holatdagini xohlaganlar, shuni hisobiga termoprofildan tavsiya qilganmiz. Termo 65 holatda 2 metr 245 splashno, ikkita chekkasi ochilish bo'lgan. To'g'ridagi eshiklarimiz 255 eshiklarimiz, balandlik 275. Ichiga bir 8 lik shatlankalar bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Hop, yon tomonimizda ham o'sha romlarimiz tushgan bu tomonimizga. O'sha 2 metr eni, 2 metrga 245 balandlikda. O'rtasida kattaroq panoramli holatda ikkita chekkasi ochilish bo'lgan. Termo profilimiz termo 65 rangi. Mana o'z Luxantrazit rangi, o'zini vodoseliflar bilan birgalikda mana suv ariqchalari. Bu ventilyatsiya vazifasini bajaradi. Hop, bu yerda servis ishlar ketmoqda. Usta legenda. Servislar qanaqa? Usta holati qanaqa ekan? Ishi rommi? 6 oy oldin qo'yib berganmiz. Hozirgi holat qanaqa? Bu o'zi servis qilinmagan holat-a? Servis qilinmagan holatda bu. Qilgandan keyin bir ko'rsatamiz. Bu ham o'sha 145 ga 275 balandlikda teng 2 ga bo'lingan 1.8 lik shatlankasi bilan birgalikda. Servis qilinmagan holatdagisi ham ochilib juda ham zo'r. Mana bu tomonimizda ham o'sha 2 metrlik derazamiz tushgan. Mana. Xo'p, termoprofillarimiz hozirgi kunda 1 kvadrati $220 dan $250 gacha ham chiqgan. Bu obyektimizda $206 atrofida tushgan. Barchasi o'sha termo mahsulotidan bo'lgan, termoprofildan bo'lgan.